Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Bugun xudo xolasa 4 kunimizga yana bir zakazimizni aytib oldik. Qilib berdik. Bu yerda dekorativniy polka ishlab berganmiz. Sun'iy narsalarni ko'p ko'radilar. Ishlarni bir qator tanishtirib o'taman. Uzun ruchkalar qo'yib berganmiz bu yerda. Ishlarni chalviriladi onlari. Bu yerda shilkasi, ustilari push mexanizmda ochiladi. Shundan polkasi bor. Kashmir svetda ishlandi. Keyin bu yerda pastda tortmalari, davutchiklar, bu yerda seyflari. Ularni ko'p ko'radilar. Bu yerda aynalarni hozir yopishtirib qo'yganmiz. Ko'chlar bilan germetiklab, buni olib tursa bo'ladi ertaga. Shunday bo'lib chiqdi. Chiroyli bo'lib. Bu ikki bo'lak ham, shu ikki bo'lagindek bir xil ishlari, ikki bo'lag'a mo'ljallangan. Kim yoqqan bo'lsa, birdan like bosib, kanalimizga podpiska bosib qo'ying.